Qani boshladik. Assalomu alaykum. Futbol muxlislar referensi hamda Rossiya o'rtasidagi o'rtoqlik uchrashuvi birgalikda guvohi bo'lamiz. Hit paratimizda 5-o'rinda xushovoz xonanda Anvar G'aniyev. Firaq to'la bag'rim yurak siri so'lay ezar meni bu dardlar ezar. Kosta komandasining suv osti sarguzashtlari. Kosta bunlar yerjon oldi cho'kib o'lkab titara qolganini topish uchun tuyuqishlarga tashrif buyurdi. Kosta tilay bir xonadonda taqchilib qoldi. Kosta qutchani qo'liga olib, Zar bilan tepa-tepaga to'g'ri borib, Cristiano Ronaldo boshchiligidagi maydonni tark etdi. Falastin Triyeri, ya'ni murabbiy jahon va jahonda futbolga qarab harakatda butun 50 gektar egashga qo'ydi. Voy, ko'pga bir 100 gektarga bir qurtlar bo'lsa, Kostaning ashabni dushmani menimcha bu urg'ochi akulalar bo'lsa kerak. Urg'ochi ham sharaficha Kosta bo'lsa kerak. Duch kelgan borachi urg'ochi akula Kostani chapay g'ajiyapti. Kosta hayratda. Yana bir urg'ochi akula Kostani ikkicha g'ajiyapti. Kosta hayratda. Yana bir urg'ochi akula Kostani kallasini uzib tashladi. Kosta bosish chamadozga o'xshab qoldi. Kosta hayratda. Yana bir urg'ochi akula Kostani chala qolgan kallasini yoshliklar boshligida yoshlik Zidanga Zaydidin Zidan esa to'pni g'ajiyapti. Kosta akvalachilar o'rniga chaqirdi. Kostaning yoniga kelgan akvalachilar Kostaga qatnashadi dedi. Ringa o'toq rozim toifasidan Mike Tyson hamda lirik solist ringga chiqarmoqda. Hozir referi Michael Buffer temir maykni e'lon qiladi. Ringo